Assalomu alaykum do'stlar. Agarda siz bir kunda 10 ming rubl ishlashni istasangiz, bitta like bosing. Like'ni bosdingizmi? Podpiskani bosing. Podelиться qilib, repostni ham bosing. Bosdingizmi? Agarda siz bir kunda 10 ming rubl ishlashni istasangiz do'stlar, 2026-yil bu motivatsiya bu sizlarga. 10 ming rubl ishlashni istasangiz, bir kunda mana shu Tojikistonda, O'zbekistonda turib 10 ming rubl ishlashni istasalaring do'stlar, videoni vнимательно eshitinglar. Siz bir kunda 10 ming rubl ishlashni istayapsiz, lekin qanday ishlasamikin deb o'ylayapsiz. Shu o'ylayapsiz, qanday ishlasam deb. Endi sizlarga savol. Shu 10 ming rublni qanday ishlasa bo'ladi? Menga ham kommentariyaga yozib yuboringlar.